Angliya Premyer Ligasini ko'ra bila turib qilayotgan xatoyingizni aytaymi? Ko'zingiz faqat ochkolarni ko'ryapti. Ochkolarni olib keladigan daqiqalarni emas. Chunki tur davomida kimning yorqin o'ynashi emas, balki kimning aniq 90 daqiqa o'ynashi muhimroq. Agar mabodo tanlov rotatsiyaga tushib turadigan udar futbolchi va 90 daqiqa o'ynaydigan zerikarli futbolchi o'rtasida bo'lsa, daqiqalarni oling. Harakatga o'tishdan oldin o'zingizga savol bering. Xo'p, u asosiy tarkibda maydonga tushadimi yoki men lotereya sotib olyapmanmi o'zimga deb savol bering. Agar savolingizga javob bo'lmasa, qo'yib yuboring. Ketsin, olmang u futbolchini. 90 daqiqasi aniq bo'lgan futbolchini mahkam tuting. Lotereya o'ynamang, qolganlar o'ynasin. Mo'jiza kitoblarda bo'ladi. Ishni hech qachon omadga qoldirmang. Hisob kitob bo'lsin. Ya'ni 90 daqiqa o'yin amaliyoti bu ochko degan. Va qopqonga tushishdan uzoqroq yuring. Va albatta bu videoni saqlab qo'ying. Chunki tarkib tanlagan odamlarning boshi og'riganida nimaga siz shoshmaganingizni yoki panikaga tushmaganligingizni keyin eslab yurasiz. Mana shu videoni ko'rib.